Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozi. Washington'da sözleyimiz bugün çizlağa 2021 yıl 9. ayının 19. günü. Haftaki yekşembe hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetin eysak. Xenda Groyi yıkıldı. Kısa haber değil. Meblağ toplagandan keyin Jungo'nun çişi. Tarix pişimçe körgen çöş bolup kaldı. Canlı nazarı yutup 1 saat ilgiri 9. ayının 19. günü. 8 trilyon qarz. Xenda Groyi Kompartiyaga tahdid saldı. Biroqla tuguşamdi. Yani Xenda Groyi bilen Jungo Kompartiyası biroqla tuguşamdi. Asli yıkılmaslığı gerek idi. Çünkü arkada durup Canzemin Groyi Xenda Groyini kollaydı. Halkılık betle YouTube 19. günü. Bugünkü dünyanın vaziyeti ani şu vatandaş endilekte tünügenki leksiyanın devamı anlayacağız. Xenda Groyi gumran bolsa ya gumran boldu. Jungo iqtisadi krizisinin başlanışı bolup kalamdı. Mavzulu haber 9. ayının 1. günü Venvitor beti ilan kılındı. Haber. Mundak başlandı. Abdurri Cangcı. Tünüyünki haberinin devamı hürmetlik vatandaş. Enikki. Xenda Groyi Jungo şirketlerine avarçılık tepip berdigan şirketke aylandı. Xenda'nın takdiri öymülük ticaret sahasıga ve Jungo pul muamele sistemisiga sistemlik xavf xatar elip geldi. Xenda Groyi qandaq güllendi ve qandaq zayıfleşti. Onun gumran buluşu Jungo iqtisadiga qandaq ta'sir ko'rsatdi. Xenda Groyi 1996 yılı Şicayin Efendi Guangzhou'da kurup çıkan. Bu guruhun yadroluk mülazimeti öymülük ticaretiydi. Türleri bütün Jungo memleketinde 200'den artık şehirge tarqalgan. Xenda Groyi 2016 yılı dünyadaki 500 çoğun şirket qatarıga kirgizilgan edi. Xenda Groyi Jungolukning nazarida iqtisod gullanishning simvoli bo'lib qolmasdan o'xshashli davlat taqdirining belgisi bo'lib keldi. Xenda Groyi yuqori maosh taqdim qilib, italiyalik futbolchi Lepnini taklif qilib, Jungo memleketlik futbol komandasıga tarbiyalik uchun qilib tayinlagandan keyin Xenda Groyi bu kishiga davlatning o'rnida yuqori maosh berib ishlatib keldi. Mushu darajada gullangan Xenda Groyi nemishqa tuyuqsiz gumron bo'ldi. Buning sabablari ancha murakkabmi emas. Sebep öymülük ticaretini hükümetinin qattiq kontrol qilganligidir. Çünkü Reis Xi Jinping şunu yaxshi biladiki, Jungo iqtisadi bir mazg'ab. Mazg'ab bo'lgandimi öymülük ticareti, bu öymülük ticareti botolkaning og'zidagi qopchiqqa o'xshaydi. Jungo iqtisodin bir botolka desang, uning og'zidagi qopchiq bu Xenda Groyidir. Etilib ketsa, masalan qopchiq etilib ketsa, bütün mamlakatni yar oladi. Suv bosadi. Jungo iqtisodining yemirilishini keltirib chiqaradi. Siyasi hakimiyetine kerses gelip gelidi. Jungo'da öymülük ticareti gumran buladigan bolsa,
başqa sistemlik partlaş keltirib chiqaradi. Pul muomala sohasida pul pahalligini keltirib chiqarib, amonat qo'ygan pulni bankadan qistangchilikda elib olishni paydo qiladi. Uy imorat tijoratining xatarini tizginlash, iqtisodiy krizis portlashning eng oxirgi o'tkilini tizginlaganlik bo'lib hisoblanadi. Şuna hazır Xinda şirketi Jungo Kompartiyası ve Jungo Kompartiyası Xinda şirketi bulup kaldı vatandaş. Jungo Banka Nazaret Organı'nın reisi Gu Shucheng mundaq ko'rsatdi. Jungo'da uy mulk ticareti bankadan pul qarz elishdan 39%'ni tashkil qiladi. Onundan başqa zayom, paychek, havola mablag' kapitali, uy mulk tijorat sohasi kirib kelgan. Shundaq deyishga bo'ladiki, uy mulk tijorati hozirgi bosqichda Jungo'da pul muomala xatari jihatda intayin zo'r, kulrang, sukalisi bo'lib qoldi. Bu siyosiy iqtisod sohasida ishki hukm bor ekan, vatandoshlar o'tganda men sizlarga tushundirgandek ismdi bor. Buning biri Qarag'oz hukmi, yana biri suv kalisi, ya'ni kulrang suv kalisi hukmi. Bu ikki hukm ikki xil iqtisod va siyosat sohasiga vakillik qiladi ekan. O'tgan sizlarga so'zlagandek qildim, hozir unutib qolibman, meni kechiringlar. Ticaret sohasi kirib kelgan. Shundaq deyishga bo'ladiki, uy mulk tijarati hozirgi bosqichda Jungo'da pul muomala xatari jihati intayin zo'r, kulrang, sukalisi bo'lib qoldi. Xinda şirketi qarz krizis tez surat bilan kengayishda bu ishga sabab bo'lib qolmasdan. Xinda şirketining tez surat bilan kengayishi bu ishga sabab bo'lib qolmasdan. İşlab chiqarishning kengligi eng muhimi siyosatning ta'siriga uchraganlikdan bugungi gumron bo'lish holatiga yetib keldi.